Assalomu alaykum Ayub Mebel obunachilari, hammaga salom. Mana endi Jahon bozorimiz ko'chib, yangi mebel bozordan intervyularni boshlayapmiz. Xudo xolasa, kimga so'ri, mana bunday kachelalar, belanchaklar kerak bo'lsa aloqaga chiqarasizlar. Xon taxtalar, hamda stollarimiz ham bor. Narxlari kimga qiziq bo'lsa, pastda telefon raqamlarini qoldirib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqarasizlar. Xizmatlardamiz tunov kun. Bu so'rimizning razmerlariga keladigan bo'lsak, 2,5 ga 3 razmerda bo'ladi. Komplet xon taxtalari bilan. Oyoqlar yong'oqdan, chinordan. Qolgan joyi hamma joyi sasnadan. Qo'llari ham xudo xolasa sasnadan. Joylarga razmerda qilib beraveramiz. Joylar bo'lsa. Bu so'rimiz esa bu yana 2,5-3 narxi jichondan ko'ra joyroq. Narxini telefonda aytamiz, aloqaga chiqarasizlar. Oyoqlar yong'oqdan. Buni ham qolgan joy sasnadan, qo'l mehnatida bo'lgan xudo xolasa rushton ishlar. Bozlarimizga keladigan bo'lsak, 17 lik bozida. Bu so'rimiz Karoni dila deb qo'yadi. Xon taxtasi o'ziga o'xshagan gulli, chiroyli xon taxtalar ham qo'yib beraveramiz. Aytali, hamma so'rimiz razmerlari bir xil. Bu gladki posonda, xudo xolasa sodda skronli ishimiz. Ustida hozir narsalarimiz bor, yonboshdancha ko'rinishini olib beraman. Ularning ham razmeri 2,5 ga 3. Skronli soddagina posonda olganlar uchun haqiqiy qulaylik va komfort. Yozning issiq havolarida, bahorlarda xonadonlarni ko'rki bo'lib turadi. To'riga chiqib olib, ho'jaya, ho'jonalar o'tirishaveradi. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqarasizlar. Pastda telefon raqamlarini qoldirib qo'yamiz. Hammaga rahmat.